Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda Uyg'urlarning davomli yo'tkilib majburiy emgak sanayotganligi oshkorlanmoqda. Rossiya Xitoy fuqarolariga qaratilgan taqiqlashni texnik kuchaytirdi. Vancouverda ko'z maktablarini taqash iltimos yig'ini ochildi. Sog'lomlik haqida savol. Tövəndə diqqətlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Amerika ovozining xabar qilishicha, Avstraliyadagi strategik siyosat ilmiy jamiyatining 1-mart kuni e'lon qilgan tadqiqot dokladining ko'rsatilishicha, Xitoy doiralari atalmish tarbiyalash markazidagi Uyg'ur va boshqa oz sonli millat fuqarolarini xohlagancha Xitoy o'lkalariga yo'tkab, dunyoga dongli markalar korxonalarda majburiy emgak silayotganligini, Saud rayondagi kishilar bilan aloqa qilishdan ansiraydiganligini, o'z ibodatlarini qildirmaslik, dindan cheklash, ishdan sirtqi vaqtda idiviy tarbiya, umumiy adabiy til o'rgatish va Xitoyning har xil siyosiy hujjatlarini o'rganishga o'rlashtirganligini, shaxsiy erkinlikdan butunlay mahrum qilinganligini bildirib, oshkor manbasi bo'lgan jamoat hujjat va sun'iy amro surati Nopusluq muhim media agentligining xabarlariga asoslanib, 2017-yildan hozirgacha Xitoyning 9 o'lkasidagi 29 korxona, zavod, fabrikada lager, ya'ni atalmish tarbiyalash markazidan yo'tkab kelingan Uyg'ur tutqunlarini ishga solish orqali o'zlarining atalmish Xinjiang yordam berish, nomrodlikdan qutuldirish degandek razil siyosatini oqlamoqchi bo'lganligini oshkorlagan. Bu korxona, zavod oz deganda 83 dan ortiq cho'ng dunyoviy markalarga mol ta'minlaydigan bo'lib, texnika, kiyim-kechak, avtomobil kasblari, olma shirkati, Bauma, Huawei, Nike, Sony, Senshin qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Mazkur dokladda Xitoyning davlat alqagan shirkatlarining cheklamasi Xitoy korxona, zavod, fabrikalarga berib, har qanday ehtimollik bo'lgan xo'rliq va majburiy emgak voqealarini tekshirishga ruxsat qo'yishini, bu korxona, zavodlarning iqtisodiy taftishlikni, shundaqla kishilik huquq mas'uliyatini ado qilishni tekshirishni talab qilgan. Xitoyning mazkur siyosatini koronavirus ig'ir vahima paydo qilgan mezgilda davomlashtirishi, hatto ba'zi Uyg'ur ishchilarni virus bir qadar keng tarqalgan Xubey o'lkasiga qo'shni rayonlarga yo'tkishi kuzatuvchilarning diqqatini tortmoqda. Sharq Turkiston Ulamolar birligi boshchiligida necha yuzlagan Uyg'urlar Istanbuldagi Kichik Chekmaja Fatih jamisida Idlibdagi shahidlarimiz va Bahor qalqin harakatidagi qahramon turk askarlarining zafari, shundaqla Sharq Turkistondagi mazlumlarning Xitoy kommunistlarining dahshatli zulmlaridan qutulish uchun duo tilovat yig'ilish qildi. Los Angeles vaqt gezitining xabar qilishicha, yillardan beri Rossiyada xizmat qilayotgan qonunliq ishlash vizasiga erishgan Xitoy fuqarolari Chag'an bayramini o'tkazish uchun Xitoyga berib qaytishida Rossiya kirgizilmagan. Uningdan boshqa sayohat, o'qish va xususiy ish bilan Rossiyaga kirmoqchi bo'lgan Xitoy fuqarolariga viza berilmagan. Moskva shaharlik doiralar ommaviy qatnash vositalari Xitoy fuqarolarini tekshirishni kuchaytirgan. Ba'zi kuzatchilar buning Rossiya sahiya va chegara sistemasidagi ojizlikni oshkorlaydiganligini bildirsa, ba'zilar buning bir kamsitish xarakteriga ega cheklama ekanligini bildirishgan. Shahar boshliq ishxonasi bu tadbirlarning Xitoylarni o'z ichiga olgan barliq chet elliklarning 14 kunlik karantin belgilamasiga xiloflik qilgan yoki qilmaganligini kapolatga ega qilish uchun ilinganligini aytgan. Xitoyning Moskvada turishlik elchixonasi bayonot e'lon qilib, 80 nafar Xitoy fuqarosining o'zini o'zi karantin qilish belgilamasiga xiloflik qilganligi uchun maxsus karantin rayoniga o'tkazilganligini bildirgan. 27 fevral kech soat 6:30 dan 9gacha Vancouver shahrida Kanada Sharq Turkiston jamiyatining ayollar bo'limi mas'uli ingliz tili bayonotchisi Tunsaqiz xonim Kanadadagi konz maktablarini taqash haqida faoliyat olib bordi. Xitoy kommunistlari dunyoning har qaysi joylarida konz maktablarini ochgan bo'lib, Xitoy tili o'rgatish bahonasida har qaysi davlatlarda o'zlarining kommunist ideologiyalari uchun zo'r tirishchilik ko'rsatib, dunyoga kommunist urug'ini qayta chechish maqsadida maktab ochib, yoshlarning ideyasini burmalagan. Amerika, Angliya qatorliq ellarda abdi bashirisi oshkor bo'lgandan keyin konz maktablarini jiddiy taqagan bo'lsa-mu, ammo Kanadada hozirgacha taqamagan. Bu munosabat bilan Kanada Sharq Turkiston jamiyati Xitoy kommunistlarining asli maqsadlarini anglatib faoliyat o'tkazdi. Bu faoliyatga Vancouver shahar boshlig'i qatnashdi. Jigarning odam badanida qon saqlash va zahar qaytarish roli bor bo'lib, jigarni yaxshi asraganda salomatlik yaxshi bo'ladi. Odam uzun umr ko'radi. Agar jigarda masal ko'rilsa, har qancha yosh bo'lgan taqdirdami, hayoti uzunga bormaydi. Jigar hamisha un-tinsiz badan uchun xizmat qiladi. Jigar zaxmlangan vaqtda ta'siri uncha cho'ng bo'lmaydi. Biroq masala bargan sari og'irlashganda, ondan kasallik ifodalanadi. Ko'pchilik kundalik turmushda jigarni zaxmlantiradigan qilmishlarni qilmasligi, bo'libmi qat'iy ochiqlanmasligi kerak. Odam ochiqlanib, qattiq g'azablanganda, bir ishlar yo'liqib, jiddiylashganda jigarning iqtidori ojizlaydi. Bir qatim ochiqlanish jigarni pichoq bilan bir qatim kesganga barobar. Shunga kishilar doim g'azablanish jigarga ziyonli. Jigarning yaxshi yomonligi kayfiyat bilan zich munosabatlik deyishadi. Chunki bundaq bo'lganda zaxmlangan faqat jigarli bo'lmasdan mukammal sistema bo'ladi.
Jigardagi zaxma qon aylanish jarayonida boshqa a'zolarga yo'tkilib, qalqonsimon bez ishiqi, sut bezi o'smasi va boshqa o'sma qatorliq kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu xil kasalliklarning hammasi ochiqlanish bilan ozdir ko'pdir munosabatli. Jigarni zaxmlantiradigan qilmish faqat ochiqlanish bo'lmasdan, tövandagi 4 xil odatning jigarga bo'lgan ziyni nihoyatda cho'ng. Cho'qim tuzitish kerak. 1. Suydik saqlash. Suydik saqlash börekni zaxmlantirib qolmasdan yana jigarga ziyonliq. Kichik taratni dal vaqtida chiqarmaganda jigarga ta'minlanadigan qon va o't suyuqlik azlaydi. Badanda zaharlik modda yig'ilib, jigar hujayrasini zaxmlantiradi. Shunglashqa hargizmi suydik saqlamaslik. Bo'libmi havo sovuq kunlarda texmi diqqat qilish kerak. 2. Kech uxlash. Kech uxlash salomatlikka intayin ziyonli bo'lgan nachar odat. Biroq nurg'ulg'an kishilarda bu xil odat bor. Kech uxlash uzun vaqt davomlashsa, börekning normal metabolizmiga ta'sir yetkazadi. Shundaqla jigardagi qonning miqdori ozlab, sog'lomlik ta'sir etadi. Har kuni eng kech bo'lgandimi soat 11 dan burun uxlashni odatga aylantirish kerak. 3. Uzoq vaqt tikilib o'tirish. Uzoq vaqt tikilib o'tirish jigarni ojizlashtiradi. Uzun vaqt yonfon yoki televizorga tikilib o'tirganda jigar ko'zni texmi ko'p qon bilan ta'minlaydi. Natijada jigardagi qon xo'rab, har xil kasallik alomati ko'riladi. Jigar ajratib chiqargan qon suyuqligiga yetishmay, ko'zda oziqlik kamchil bo'lib, ko'z qurg'oqlish ahvoli ko'riladi. 4. Qalaymaqan dori yeyish. Hozirgi zamon kishilari badanida ozroq masala ko'rilsa dori yeydi. Badani ojizlab ketsimi, dori yeyish orqali quvvat to'liqlaydi. Doriga bo'lgan tayinishchanligi nihoyatda cho'ng. Ammo ko'pchilik ayonki, dorining 3 ulushi zahar. Bu zaharni jigar parchalaydi. Natijada jigarning yuki ortib, osonla zaxmlanadi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.